Assalomu alaykum, Zamin Begom's YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, akalar, hozir Begomimizning shu holatini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta akamizga hozir video syomkaga tashlab turdik. Begomimizning holatini, videosini tashlab bering, ko'raylik deyishyapti. Shunga hozir birovlar ommaga taqdim qilib, mana shuni birovlar sifatini, holatini sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz. Mana ko'rishlar mumkin, akalar, Begomimizning holatini, mana mayilligini. Mana shunaqa salafan qopda bo'ladi, akalar. Salafan qopni kiygizib qo'yishimizdan maqsad, misol 1 tonna olganingizdan keyin ham, misol sizda ortiqcha misol 900 kilo ishlatgan bo'lsangiz ham 100 kilo ortib qolgan taqdirda ham buni 1 yildan keyin ham 2 yildan keyin ham bemalol ishlatib, mana shunday sifatli holatda turaveradi. Namligini ham yo'qotmaydi, kilosini ham yo'qotmaydi, mana shunday sifatli holatda turadi. Bemalol ehtiyojingiz bo'lganda bemalol qolganini ham foydalanishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tib ketamiz sifatini, mana ko'rishlar mumkin. Mana Begomimizning holati, mana namlik darajasini ham mana ko'rishlar mumkin. Haqiqiy Begomimizni ushlab ko'rganingizda mana shunaqangi bir-biriga yopishish kerak. Bu degani namligi ham, sifati ham zo'r holatda degani, mana ko'rishlar mumkin. Qayerdan olsalar ham mana shunaqa qilib tekshirib olsalar bo'laveradi. Namligini, sifatini mana bir-biriga yopishyapti. Bunday qilsalar o'zi mana titilib ketaveradi, mana holatga kelib qolaveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.